Assalomu alaykum. Bolalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Bugun bitta bir 3 million so'm bilan harakat qilib ko'ramiz. Ikkinchi videomiz bizani minimalka summa. Bunaqa balans jack katta emas. Birinchi o'yin. O'zim yoqtirmasam ham mana shu o'yindan boshlab ko'ramiz birinchi. Zeus'dan, Zeus. Короче, Zeus'ni mingtaligi. Mana shu o'yin bilan bitta harakat qilib ko'ramiz. Oldingi videoda ko'pchilikdan eshitdim, zvuk past bo'lib qolgan ekan. O'shaning mikrofonni yaqinroq qo'yib gapiraman. Montajda to'g'rilayman. Bu aytdim-ku, bu nimaga kerak hozir video? Menga trenirovka qilishim uchun ertaga чтобы streamda xato bu joyda ошибка qilib qo'ymaslik uchun video qilyapman hozir. Trenirovka tipa. Ertaga stream nimalar ham qilaman. Ertaga emas, endi ertaga qachondir ham bilmayman qachonligini, to'g'risi hali streamga tayyorman emasmi bilmayman. Menga ko'proq prosmotr bo'lsa, ko'proq qo'llab-quvvatlash bo'lsa, qilaman stream deb aytdim. Shunaqa bo'ladi. Tak. Birinchi to'rttalik yomon emas, 640 ming so'mlik spin. Oddiy o'yinlarda kamdan kam ushardim. X ham ushamadi. Hech qaysini ushamayapti. Endi Tekkenga Dvaynoyni yoqdimmi? Dvaynoyni-ku, ha, Dvaynoy yoqdim. Dvaynoy yoqqan spinlarni ko'p bermaydi-da o'zi. Eng minimal 10x berib qo'yadi. Bo'ldi, yo'q, bu ham o'tkazib yuboramiz. Kerak emas. 3 ta. Bitta, всё. Bitta x ushadi. Ya'ni 4x oxirdan bitta oldingi spinda. Hech narsa yo'q deydi. Ну, Tekkenga ushagani mana shunaqa bo'ladi. Ana fakt u. Xursand bo'lib turib bana o'qilasan, tipa ushaganingga xursand bo'lib ketasan, tipa maksimum ushaveraman hozir deb turib. Hech narsa bermaydi. Tushmaydimi? Yo'q. Da bolalar, bugun bitta mavzu haqida gaplashamiz sizlar bilan. Mavzumiz hozir bo'lsa oq quyida balans ko'rinmayotgan ekan. Endi ko'rindi menimcha. Mavzumiz o'sha oldingi videoda bilsanglar subyektiv aytdim, yaxshi videolar chiqargan deb turib. Subyektiv ko'rgan bo'lsanglar, subyektivni o'sha nima deydi? Ana ximikat, dorilar to'g'risida, короче, narkotiklar to'g'risida chiqargan videosi bor. O'sha videoda bitta serialni tavsiya qilib o'tadi. Sheker degan. Nimaniki? Qozog'iston seriali. O bilmayman, bitta normal summa o'ynadi. Yomon emas. Qozog'istonni serialini aniq qilib o'tadi, aytib o'tadi. Ko'rgan bo'lsanglar. Sheker degan Qozog'iston seriali. Ko'rmaganlar bo'lsa ko'rishni tavsiya qilaman. Zo'r serial, prямо chotki serial. Ajoyib. Ko'p narsani bolalarga oqibatini ko'rsatib bergan. Shano hozir O'zbekistonda ham global muammolardan bittasi bo'lib turgan zakladchiklar to'g'risida. Serial. Bitta bola o'qishga kiraman deb, ana o'qishga kirib fanini yopa olmasdan o'sha zakladchiklarga qo'shilib qoladi. Shu bilan hayoti enasinikiga kirib ketganini kinoda chotki so'zma-so'z ko'rsatib bergan. Har bir odamga maslahat berardim, asosan yoshlarga ko'rishga. Yaxshi tarafini olinglar-da, kinoni ham yomon tarafini olmanglar. Undan keyin Qozog'iston nimasi bor? Meo degan seriali bor. Uni YouTube'da ko'rsanglar bo'ladi, lekin anaqa shekar YouTube'da yo'q, ko'radiganlar bo'lsa. Meo YouTube'da bor. Mana yaxshi X beradimi? Ikkita skater bilan bermasi kerak menimcha. 3 ta skater berdi. X bilmadim, endi bermasi kerak. Summa normalniy bo'ldi, lekin yo'q. 5 ta spin yomon emas, ko'ramiz dalish. Xullas, Meo degan serial. Unda ham mana shu narkotiklar odamga qanaqa yomon tarafi, eng odamni qanaqa qilib hayotini yo'qqa chiqarib yuboradi. Umuman u narsadan qutula olmasligini ko'rsatib berilgan. Shuni ko'rib xulosa qilinglar sizlar ham. Yaxshi kino.
Menga yoqqani u kino 2022-yilmi ishlandi serial. Normal X'lar o'tkazib yubordim, biling. 2022-yil ishlandi. 2022-yil ishlanganligi sababi Qozog'istonda mana shu narsa rosa ko'payib ketdi. 2022-yil. Hozir ham kam emas, hamma joyda bor unaqa narsa. Qozog'istonda rosa ko'payib ketdi. O'sha zakladchiklar, yoshlar mana shu ko'chada narkotik bekitib ketib, shunaqa yurganlar 5x ushyapti mana biz. Spinka. Yoshlarni mana shu Qozog'istonda narkotik tarqatib yurganliklari shularning nimasi bo'yicha olingan serial. Serialda menga yoqqan tarafi har bir yoshdagi narkotik iste'mol qilgan odamni ko'rsatib berilgan. Meo'da aytayapman, Meo serialda YouTube'da bor. O'shanda serialda birinchi ko'rsatilgan, masalan, 17 yosh bola o'sha nimaga kirib qolgani, undan tashqari masalan 30 yoshli ayol qizni, o'shani iste'mol qiladigan ayol qizni qanaqa o'lib ketishi, 60 yoshli erkak narkotik iste'mol qilganda qanaqa nima qilishi, oilasidan nimasidan voz kechib o'lib ketishi, shunaqa zo'r narsalar ko'rsatilgan. Men qoyil qolgan tarafim nima bilasizlarmi? Mana shu serialni boshida ko'pchilik e'tibor ko'rganlar bo'lsa biladi, e'tibor berganmi, bermaganmi. Boshida serial boshlanishidan oldin yozib chiqaradi bitta narsani. Yozib chiqargan narsasi Qozog'iston Madaniyat vazirligining buyurtmasiga asosan deb yozib chiqaradi. Bu degani Qozog'iston Madaniyat vazirligi mana shu kinoni ishlash uchun buyruq chiqargan, buyurgan, kinoni qildirgan. Endi bitta narsada bu degani o'sha vazirlik ham boshqa ham mana shu muammoga qarab turmaganlar. Vaqtida teng kurashgan shu bilan. Bizada ham ishlangan bo'lishi mumkin unaqa kinolar, lekin negadir rekka chiqmagan, ili men ko'rmaganman. Chiqqan bo'lsa ham aktyorlari qanaqadir nima bir o'zbek kinolarini bilasizlar o'zlaringiz. Shunaqa bo'lib yotgan bo'lishi mumkin. Balkim bizga vazirliklar ham nima bergandir, buyruq bergandir, buyurtma bergandir ishlash uchun. Endi ishlayotgandir. Lekin biz ham madaniyat vazirligimizni do'ppi kiydirishdan yog'i o'tganini ko'rmadim. Faqat xodimlarga, ishchi xodimlarga milliy do'ppimizni kiydirib qo'yib, katta ish qilganda yuradilar. Unaqa emas, endi yoshlarga ko'proq shunaqa kinolarni ko'rsatib, oqibatlarini tushuntirish kerak. Bo'lmasa, qing'ir-qiyshiq yo'llarga kirib ketadi. Adashib ham masalan yoshlar ko'rayotgan bo'lsa videoni hozir ko'radimi, 5 yildan keyin ko'radimi, 1 yildan keyin ko'radimi, ko'rayotgan bo'lsalar o'ylab ko'ringlar mana shu narsani. U narsa juda ham yomon narsa o'sha. Ko'chada shunaqa yurib, men o'sha serialni ko'rib, serialdan gapiryapman. Zaklad tarqatib, boshqa qilib yurgan, eshitganman, shu O'zbekistonda ham hozir ancha ko'payib ketgan mana shu narsalar. Shuning uchun unaqa narsalardan umuman uzoq yuringlar. Umuman uzoq yurishlaringiz maslahat berardim. Sababi bittada hayoting yo'q bo'lib ketadi. Bitta senga berilgan eng zo'r hayot yo'q bo'lib ketadi mana shu joyda. Ya'ni bittada sen eng minimal 6 yil srok olasan-da ketasan. Eng kami 6 yilga qamalib ketasan. Kerak emas, qilmanglar unaqa narsa. Qarasang iste'mol ham qilmanglar. Umuman u temalarga aralashmanglar. Yomon narsa. Men shu kinoda ko'rdim, zo'r ko'rsatgan. Shuning uchun to'g'risini aytsam qo'rqib qolganman. Sababi meni ham bratishkalarim bor, nimam bor. O'rtoqlarim, ukalari bor. Hali yosh bolalar. Ular ko'p narsaga aql yetmaydi hozir. Normalniy pul topishni o'ylab yurgan bolalar, ham kazinoda yutqizib qo'yganlar, shunaqa tez pul topishni o'ylab ko'radi birinchi. Qayerdan topsam bo'ladi. Ularga mana shu internetdan predlagat qiladi mana shu narsani. Shunaqa ish bor, qarochi. Sen rozi bo'ldingmi, ketding. Kirib ketasan. Bor gap u, fakt. Shuning uchun aralashmaydi. Tinchgina mana shu
Stream ko'ringlar, o'yin ko'ringlar-da, o'zingizlar o'ynamanglar. Sizlar uchun mana biz ham o'ynab beramiz shu narsani. Biz ham o'ynab beramiz. Biz ham harakat qilib beramiz. Biz ham o'ynaganimizni ko'rib o'sha miyada dopamin olib, sal chalg'ib, mana azart yongan payti shuni streamlar ko'rib tursanglar, videolar ko'rib tursanglar, o'sha narsa bosiladi ancha. Xo'p, men bu hech narsa bermadi, o'sha 3-spin. Pastga tushirib ham olib ko'rdim, ko'tarib ham olib ko'rdim, aylantirib ham ko'rdim, berish xolamayapti. Bermasa ham kerak. Boshida shu 4 ta skater bergani, o'shandan keyin hech narsa bermayapti. Ko'ramiz, hozir yana bir marta olamiz. Bersa berdi, bermasa chiqib ketamiz. Balans unaqa katta emas. Balans kichkina. O'tgan o'yinda aytdim men nimaga kichkina balansda o'ynayotganim. 90% auditoriya kichkina balans bilan kiradi o'yinga. Ko'pchilik o'ynayotganlar ham o'ynamayotganlar endi boshqa tem. Ular вообще aqlli odam, вообще aqlli bolalar o'ynamaydi, biladi, что bunda hech qachon yuta olmaysan bu narsani. O'ynayotganlar ko'pchiligi mana shunaqa minimalka summada даже 100 ming, 200 ming tashab kiradigan bolalar bor. O'shalar ko'rsin deyapman, что mana shu mayda summaga sotib olganingda ham hech narsa yuta olmasligingni tushunib yetsin. Miyasiga yetib borsin mana shu narsa. Ko'pchilik o'ylaydi-da, men hozir 200 ming so'm tashab kelaman deydi, bitta spin sotib olaman, menga 2000x berib yuborsa 2,5 million, 3 million so'm yutaman, bo'ldi, shu всё menga yetadi deb. No, допустим, давайте sizlarga hozir bitta misolda ham keltirib beraman. Xo'p, bitta skater beradimi? Yo'q. X ushamaydi. Yana bitta X ushamadi. Bitta misolda ko'rsatib beraman. Mana sen hozir o'chiramiz, mana 1600 so'mga olasan. Допустим, Maxfin ushavordim degan taqdiringda ham sen hozir mayda summa yo'q ko'rsa. Maxfin ushavorgan taqdiringda ham Maxfin qancha? 16 million bo'ladi, to'g'rimi? 16 million so'm bo'ladi. Точно bilaman. Любой ko'pchilik mana shu yerda 16 million so'mni 10 million so'm 10 million so'mni chiqazadi, 6 million so'mini qoldiradi. Yana o'yinni ko'taraman dalshi deb. 10 million yetadi, bo'p bilaman, 20 dan ushadi. Yomon emas, lekin mayda summa, eng mayda summaga ushadi. 10 million so'mini qoldiradi. Что men 10 million bilan yana hozir, nima, 6 million so'mini qoldiradi. 6 million so'm bilan yana ko'taraman deydi. 6 million so'mini yutqizadi. 10 million so'm kartaga chiqargan. Допустим, endi qarzini beradi, boshqa qiladi, u kimdan qarz bo'lsa, uni beradi, buni beradi. Qarasa kartasida где-то 5 million so'm qolgan. Uni ham 2-3 kunda maydalab yutqizib yuboradi. O'sha yerda Maxfin ushagandagi miyadagi ajralgan dopaminni miya yana qidirishni boshlaydi. Adin qo'y topa olmaydi u narsani. Sababi Maxfin ushagandagi, krupniy summa ushaganda miyada ajraladigan dopaminni hech narsa senga qilib bera olmaydi. Qachonki yana shu narsani ushlasang qila olasan. Uni yengish uchun irodasi juda ham kuchli odam bo'lish kerak. O'ynamadimi, bittada o'ynamaganda yig'ishtirib olish kerak. Bo'ldi, men kerak emas bu narsa, shu yuta olmas ekanman, ko'rdi. U dopaminni boshqa narsadan olish kerak. Masalan, trenirovkadan, undan, bundan, prikolni kinolar ko'rish kerak. Shunaqa narsalardan qilish kerak. Bundan dopamin olib turib, miyani o'rgatib qo'ysanglar, ludaman bo'lib qolasizlar. Ludaman degan mana shu narsa. Ludamaniya kasalligi shu narsa bo'ladi. Xo'p, bu o'yindan chiqamiz hozir. Men ekronni o'chiraman. Tak, money training 4-ni ozgina harakat ko'ramiz, lekin bunda sotib olish juda ham qimmat. Beradimi, bermaydi bilmayman. O'tgan gal boshqa konturadan kirganimda ishlamayotdi. Hozir eng bir pastkash konturada o'tiribman desam ham bo'ladi. Bildinglar o'zingizlar qaysi ekanligini. Tak. Minimalkada ko'raveramiz. Aytdim, balans unaqa katta emas o'zi. Shunga uslugalari ham qimmat bir konturada bu. Pul tashlasang ham pulingni 10%ni tipa usluga qilib turib olib qoladilar. Chiqarayotganingda ya'ni 10% usluga qilib olib qoladilar o'ziga. Biling, unaqa bo'lmaydi-da. O'zi bilasan, shu yerga yutqizish uchun kiradi ko'pchilik. Ya'ni undan usluga olib qolsa. Eng konchini kontur mana shu. Nima beryapti u yer tarafdan? Hop. 2x nima bo'ldi? 2400. Sotib olamiz. Necha pul ekan? Biling 750 ming ekan.
750 mingga qiynab qo'yadi deyman. Bir marta olib ko'ramiz, bo'ldi, chiqamiz. Kerak emas. Payer berdi. Payerda bitta narsasi yaxshi, ko'proq anam tushib beradi. 4x'lik. Hamma joyga otadigani bo'lsa agar endi bu ham. Ko'ramiz. O'tkazib yaxshi, hammasiga otadigan menimcha 500x ga yetkazib berishi mumkin oxirigacha borsa. Kollektorda o'tkazib yana bitta payer bersa o'ziga ko'payadi-da, o'zi keyin yana ko'proq otishni boshlaydi boshqa narsalarga. Kinolarni ko'p gapirganim, ko'p kino ko'raman. Yaxshi ko'raman kino ko'rish. Yoqadi. İlk ko'radigan kinolarim ham arziydi shunga. Chotki narsa berdi menimcha bu. Nimaligini bilmayman, ama qo'shib chiqadimi, har bittasiga nimalardir berib chiqadigan sniper. Hop, yana nima? Kollektor. Hammasini tortadimi? Nima hammasini tortmadi? 2 marta ishlarkan u. Tak. Ozgina sanasi. Aytdim, bitta olaman chiqib ketaman. Bo'ldi, shu bitta oldim, chiqib ketdim, bo'ldi. Kerak emas. Shu tavakkal qila olmayman bu o'yinga. 1 million qanchadir deb joyiga qaytarib berdi bu o'yin. Ancha bu boshqa olganda foydasi ham yo'q. Shunaqa o'ynash kerak edi, o'zi hozir nima qilishim kerak? Berdi, olaman, chiqaman, ketaman. Kam bo'lsa kam, ko'p bo'lsa ko'p. O'tirmayman uni. Yana beradi boshqa deb turib. U bermasligini ko'pchiligimiz bilamiz. Bo'pti, boshqa o'yinga o'tamiz. Providerdan chiqmadim, Relax Gamingda qoldim. O'yinlarning grafikasi yoqadi menga mana shu. Prikolni grafikalar qiladi. Bu o'yinni ham o'ynaganlar bo'lsa biladi. Bu ham qiziqarli o'yin. U yana aytaman o'sha gapni. Meni yutadi, u qiladi, bu qiladi deb turib kirib olish kerak emas bolalar. Kirib qanchadir summa deb qilib oqizib olishing 90%. Men boshdan aytganman sizlarga. O'ynamanglar, kerak emas. Yaxshi streamer o'ynash taklif qilmaydi hech qachon. Bunda qanaqa, короче, mana bitta son tushadi, men iloji boricha ko'proq sandiqlarga tushish kerak edi. Nima? Agar skeletga tushsang tugaysan, bo'ldi. Oqib ketasan. Spin polni tugaydi. Bir. Hop. Tak, nima bor endi ko'ramiz. Yaxshi. Hozir ichidan 30 har xil narsa chiqadi. Kollektor chiqadi, payer chiqadi, ko'paytirib chiqadi, u qiladi, bu qiladi. 7. Mana bunga tushib bersa yaxshi bo'lardi. 2. 43 pulli yarmi. Endi bo'ldi menimcha. Skeletga tushsa kerak, skelet ko'payib ketdi. Ichkariga kirdi. Ichkariga kirgan yaxshi 2 ta sandiq bor-da bu yerda. Maydaroq X tushmadi-yu. Menga. Mamaga tushsa ham yaxshi, skeletlar olib tashlaydi sirasi. 49 da to'xtatsa kerak bu. O'tkazardi-yu. 50 pul yarim. O'tib ketyapti. Sandiqga ko'proq tushish kerak. Buni keyin boshqachasi ham bor. U gangsterlar, u qiyroq. Bo'ldi, tugadi aytdim. 51. Pul yarimni qaytardi. 1-2 marta mayda summaga olib, keyin balans ko'tarib olib ko'ramiz. Mayda summaga olsang, o'ynasang yaxshi-da shu. Achinmaysan. Tak, ikkinchi mayda summamiz ko'ramiz. Tak. Bor sandiq. Yo'q ekan, o'tkazib yubordim. Ular shunaqa videoni boshida aytganimdek, shunaqa kino ko'rish shekar haqida serial ko'rib chiqinglar, ko'rmaganlar bo'lsa. Ko'rganlar bo'lsa fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Serial yaxshimi, yoqdimi sizlarga, ili yoqmadimi? Shaxsan menga yoqdi. Sandiq bor 35x. 3 ga tushib berdi. Sevib qo'yarman bilat. Bir tushyapti yana.
Yana 50 mi? Yana 50 bo'ldi. Endi balans ko'tarib ko'ramiz. 3-chisida tak 300 mingga tiket aylantirmasdan. Ha, o'shaganman-da, unda 1000x o'shaganman. O'shaning uchun kiryapman hozir. Sirasi sandiq bor, nima ekan, kollektormi nima bor ekan. Billing kerak emas-ku ertalabdan u narsa. Skeletlar o'chirib chiqdi-da, endi o'tkazib yuborsak bo'ladi sal-pal. Skelet yo'q sabab. Shunaqa gaplarda valla oldingi videolarimda endi rostini aytaman, men boshidan aytganman. Rostini aytib stream qilaman. Boshqa qilaman, sandiq tushyapti, nima bor ekan. 100. Ha, bu 100 dan qo'shib turadi. O'zi xohlagan joyga qo'shadi, lekin yaxshisi har bir raund qo'shadi-da, skeletgacha tushib qolmasa bo'ldi endi. Mana yana chiqadi 100 qo'shadi hozir. O'zi xohlagan joyiga qo'shadi. Unga tushadimi, tushmaydimi endi bilmaymiz. Ay, молодец. Nima, kollektormi? Kerak emas narsa, kollektor berganda 100 larni ham oladi. Hozir kollektor kerak bizga. Bu tushgan nima foyda bo'ldi tushunmadim. Nima keragi bor edi uni tushib hozir bizga. Bittasini ham ushlamadim uni. Yana 2 marta olib ko'ramiz mana shu summada. Bo'lmasa chiqamiz. Nimadir deyotdim, esimdan chiqib qoldi. Esimga tushsa aytaman. Buni boshqachasi ham gangsterga ham bor shunaqa o'yin o'xshaydi. Unda ham xuddi shu narsa, faqat unda mashina yuradi mana bu nimani o'rniga. Men oldingi videomda aytdim. Esinglarda bo'lsa. Nima deb bularni faqat ko'rayotgan o'sha front-endinglar boshqacha, back-end hammasi bir xil sistemaga ulangan. Sen qaysi o'yinga kirsang ham farqi yo'q. Beradimi, bermaydimi endi. 90% nima yaxshi sanda bor, 30 beraverar ekanda, yaxshi restart olib tashlaydi men bilan. Boya kerak edi, shu 100 lar tushgan payt kerak edi, restart rosa ko'p kerak edi. O'tib bordi. Da, birinchi qo'ygan videomni aytib birinchi qo'ygan videomga endi to'g'risini aytaman, faqat tanishlarim like bosdi, tanishlarim kommentariy yozdi hali. Chekkadan hech kim kirmadi, ko'rmadi. Begona odam kirib qolgan bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsa, bu nimaligini qiziq bo'lsa, bu shunaqa bir o'yinki, seni bor yo'g'ingdan ayiradigan narsa deydi-ku. O'sha narsa. Shuning uchun kazinoga kirmadingmi, umuman oldin kirmaganmisan, qiziqmi senga, chiqib ket umuman o'yindan. Ko'rma. Videoni ham ko'rma, qiziqma ham. Sababi yomon narsa. Kecha bitta bola bilan tanishim bilan o'shani borasida tortishib qoldim. Sen o'ynaysan deydi, shu yutsa bo'ladi, restart yomon emas, skeletlarni olib tashlaydi. Sen o'ynaysan deydi, yutsa bo'ladimi, shunaqa. Men eshitganman deyapti, bola. Yangi kirsang, yangi akkaunt ochib kirsang, o'shanda beradi. O'shanda olib turib chiqib ketsa bo'ladimi deydi. Yo'q, u ham fakt emas, u yangi akkaunt ochdi degani senga точно beradi degan narsa emas, u yangi akkaunt ochib turib oqib ketganlar qancha masalan. U ham bir aytdim-ku, sen yangi akkaunt ochasanmi, eski akkaunt ochasanmi, millionta akkaunt ochib chiqasanmi, random degan narsa ishlab turadi. U faqat kazinoning foydasiga 90 ga 10 ishlaydi. 10% imkoniyating bor. 10% imkoniyatni masalan qanaqa tushuntirib bersam ekan sizlarga. Shu videoni shu joyiga kelgan bo'lsa, ko'rib o'tirgan odam bo'lsa agar, birdan 100 gacha bo'lgan sondan men hozir miyamda 10 tasini o'yladim masalan, 10 tasini o'yladim. Endi sizlar topinglar men o'ylagan sonni men aytaman keyin. Qaysi 10 likda o'ynagan, nima qilganim, tanlaganim. Bo'ldi, hatto o'yin ham tugadi. Xullas men o'yladim hozir 40 dan 50 gacha bo'lgan oralig'idagi sonlarni o'yladim. Endi xulosa qilib ko'ringlar. 10% imkoniyatingdan foydalana oldingmi, foydalana olmadingmi?
tilam ketib qoldi jonim. Aytganman boshida. Videoda, birinchi videoda o'zi ko'p narsani aytib bo'lgan ekanman. Birinchi videoda aytdim, sheva ketib qolsa aybga buyurmaysizlar bo'ldi. Baribir ona tili. Tug'ilib o'sgan joyim Xorazm deb. Shuning uchun suv, faqat suv ichaman. Bez gaz, oddiy, toza suv. Eshitganman, odam qancha ko'p suv ichsa, organizm shuncha yosharar ekan deb. Oy, biling 500 dan bir martalik berdi-yu. Tushib berarmikan 500 ga? 500 ga tushib berarmikan? 500 ga tushsa ekan, zanos yaxshigina. Beshga tushmabdi. 30 ordi. Yaxshi skeletga tushganim. Qiziq o'yin, menga yoqadi mana shunaqa o'yinlar. Yoshligimda ham maktabga borganimda mana shu skeletlarni daftarga chizib, mana shunaqa narsalar chizib yurardim pasyan. O'tqaz bo'ldi. Sandiq tushib ber endi. Restart kerak bo'lsa. Bir tush. 2. Mana polniy to'ldirib qo'yapti. Bu degan oxirgi yurishim bu yo'limda o'tdi. Kecha mana qarang. Polniy to'ldirib keldi. Restart bo'lmasa qolamiz. Pamtki kelmaydi. 1. Voy, biling shunaqa ham bo'ladimi? 2 sanodan bittasiga tushib ber qatya biling. Tushmasang bo'lmaydi. Tushmadi unga. Yaxshi, 500 shansimiz bor, ozgina bo'lsa ham endi. Tushadimi, tushmaydimi bilmayman. Biling, kollektor. Hammasini 4 ga ko'paytirib beradi u tushgan narsa. Bo'ldi, bu yoqqa o'ta olmasak kerak. Sabab skelet ancha ko'payib ketdi. Mashta qolamizmi? Mana oraliq qatga tushadi. Billah. Mana bunga tushsa ham zo'r bo'lardi-da. Mana shunga tushish kerak edi hozir. Bitta etmay qoldi. Bo'ldi, tugadi. Bergani nima kerak bo'ldi? Shu mana 500 nimaga berdi uni? Ozgina aylantiramiz. 450 mingga olamiz keyingisini. Dagon qilib turib bitta usharmiz-da, ko'ramiz. Da ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga Sagar Rush, Svet Bonanza shunaqa o'yinlar o'ynaysiz deb. Unaqa o'ynaydigan streamerlar o'zi ko'p hozir. Ashti 100% desa ham bo'ladi, ko'pchilik streamer faqat nima o'ynaydi. Mumilent, Svet Bonanza, Zeus, Teken'da yo'qmi? Buni Teken'da ushasa bo'larmi-ku? O'zi aylantirib ko'ramiz, lekin kattaroq summada. 12 mingni aylantirib ko'raylikchi ozgina. Aytdim, ko'pchilik o'ynaydigan mana shu narsa. Mumilent, Svet Bonanza, Zeus, Curious Chow. Unaqa streamerlar ko'p. Men o'ynaydigan o'yinlar mana bular ko'pincha. Shunaqa o'yinlar yoqadi menga. Bu o'yinlarni zo'ri yo'q o'zi. Zo'rman degani sani pulingni oladi hammasi. Eng zo'rman degan o'yining ham sani pulingni olish uchun chiqarilgan o'yin bu. Kechami men shu nimaga telefon qilib shu 8 10x nechi bu? 120 ming. Aman emas. Bitta kontora bookmakerskiy kompaniyaga telefon qildim. Telefon ishlar ekan O'zbekistonda. Tegida 71 lik kodi bilan nomerini yozib qo'ydi, telefon qildim. Shunga gapirdim, sababi o'sha bookmakerda men umuman yuta olmayotgandim. Faqat vivod bo'ldi. Faqat depozit. Faqat yutqizotdim. Telefon qildimda aytdim o'shanga. Xullas dedim, umuman yutib bo'lmayapti sizlarda desam, ularning hammasini aytadigan bitta gapi bor, bilasizlar qaysi gap ekanligini.
Bu bizga bog'liq emas, bu random, короче. O'sha aytgan gaplar yebdi o'sha gapni, o'shani, короче. Bizga bog'liq emas degani. Providerlarchi o'sha bookmakerlarning xohishiga qarab turib, mana bu koeffitsient qo'yib beradi programmasiga, mana shu o'yinlariga. Ular 90 ga 10 qilib ber desa, 90 ga 10 qilib beradi. 50 ga 50 qilib ber desa, 50 ga 50 qilib beradi ular. Sandoq bor. 3 dan hammasiga qo'shadi. O'shani qulf chiqadigani chiqsa, pastga. Nima sirazi? Qoyil. O'rni yo'qizni. Aylantirmasdan shu summaga yana bitta olaman. Xullas, ular aytganiga qarab talabini qo'yib beradi. 50 qo'yib ber desa 50 qo'yib beradi, 10 qo'yib ber desa 10 qo'yib beradi, 1 qo'yib ber desa 1 qo'yib beradi. Mana shu bookmakerskiy kompaniyada menimcha 1 qo'yilgan bo'lsa kerak. Sababi men umuman yutganimni eslolmayman. Agar istoriyani skrinshot qilib turib shu Telegram kanalga tashlasam, voy bilinni borasizlar. Vivut yo'qda. Yana bitta saniq nima bor? Restart. Yomon emas restart, ozgina aylanadi xatga. Bitta etmay qoldi sandiqqa. Shuning uchun endi insofli bookmaker yo'q, noinsof bookmakerlar o'ta darajada past qilib qo'yadi. Yutish koeffitsiyentini 1% berib qo'yadi. Kirasanda sen o'tdan o'ylaydigan narsang yutqizasan-u. Bo'ldi, keyingi gal tashiyman. Men yutqizdim, faqat yutqizish mumkin emas-u degan narsa paydo bo'ladi odam miyasida. Nima edi bu? Ko'paytiruv. Bitta hammasi bir bo'lib yotibdi. Nimani ko'paytirasan bitta? Noinsof. Insofli bookmaker yo'q. Noinsof bookmakerlar bunda 1% ga imkoniyating qo'yib qo'yadi, sen kirib yutqizib yuraverasan. Miyangda mana shu narsa bo'ladi pastiyani. Что men keyingi gal точно yutaman, faqat yutqizishim mumkin emas meni degan narsa bo'ladi. Lekin yo'q, unaqa narsa yo'q. Bir marta yutqizdingmi, keyingi gal yutaman degan narsa mumkin emas. Yo'q narsa, restart yomon emas, skeletlar olib tashlaydi. Aytdim, yaxshigina professional bo'lganman men bu nimada ham. Даже slot bo'yicha kitoblari bor, kitoblarni o'qib ko'rganman. Sababi shu narsaga pul tikyapman. Pul tikayotgan narsaga qiziqib ko'rish kerak odam. Nima u narsa? Qanchalik to'g'ri pul tikish? Boshqa. To'rtdan qo'shadi hammasiga. Pul tikayotgan narsani odam har tomonlama surishtirish kerak. Ani o'zim yaqinda xudo saqladi, to'g'risini aytaman. Uy olotdim. Bitta joydan daji borib ikkita uy ham ko'rib keldim. Menga yoqdi, ana Credit House degan nima chiqdi Toshkentda. Credit House degan narsa chiqdi. Xullas topgan uyingni qolgan summasini senga kredit qilib beradi. Sen yoningdagi minimal summa bilan uy olasan deb turib. Menda shu payt qo'limda normal summa bor edi. O'shanda shu yerdan uy olarman deb bordim. Bu narsa noyabrda bo'ldi. Blin. 76. 342 ming. Yana bitta olamiz menimcha. Bu narsa noyabrda bo'ldi. Keyin menga ko'pchilik maslahat berdi, что kerak emas, o'zim ham surishtirdim. Qarasam, hech qanaqa nima yo'q emas. Uy sotayotgan menejer, uy sotayotgan emas, menejer qiz bilan gaplashyapman. Shunaqa shuni qanchalik garantiya shtobi desam, sizlarda kirib yashayotgan odam bormi uyda desam, ha, ikkita nimamiz bor, biz o'sha 2 yildan beri ishlayapmiz. Keyin internetdan qidirdim, boshqa qildim, hech qanaqasi 2 yildan beri ishlamayapti ular u yoqda. Ko'rdimda, o'shandan keyin to'xtatdim. Noyabrda shu uy olaman degan planimdan keyin yanvarda nechinchidir ham o'sha qamalib ketdi ana egasi, mashinachisi bilan. Kunuzda chiqdi, boshqada chiqdi. U yerda videoni ko'rib shunaqa achinib ketdi odam. Odamlar uyga pul to'lab
kuygan odamlar ofisda bostirib kelgan. Bitta eng minimal summa men bilaman $10,000 edi. Eng minimal summa $10,000 edi. $10,000 berishing kerak edi. Endi o'tdagi men odamni ko'zim bilan sanaganimda где-то bir 30 ta odam ko'rdimda. Hali ular kelgani ofisga kelmaganlari endi qancha. Endi puliga kuyib kelganlardi, короче. Tasavvur qilinglar, qancha odam, qancha summaga kuygan o'tda. Sandiq bor, birinchi sandiq 25 2 sevib qo'yapman. 65. O'tkazib o'ynaymiz. Juda ancha cho'zilib ketdi o'yini. Qayerda qoldi? Ko'rib topolmay qoldim men buni bilan. Shunaqa gaplarda, shuning uchun pul tikayotgan qanaqa nima ishing bo'lsa ham o'ylab ko'ra oldim. Chiqamiz. Yana bir marta olib ko'raman. Bermasa balans tushirib olaydi, mana shunda balansga to'g'ri bo'lib qoladi. Ko'pchilik aytayotgan bo'lsa kerak, bermaydigan o'yinda o'ynab o'tiribdi, bermaydigan o'yinda. Hamma o'yin shunaqa bo'ldi. Hamma o'yin shunaqa. Nimaga qotib qoldi bu? Xizmat ko'rib olaydi, qotib qoldi cho't. Bo'ldi ishladi. Bermaydigan o'yinda o'ynab o'tiribdi, u bu deyishmagan. Bolalar, ishoninglar, hamma o'yin shunaqa. Men tajriba sifatida aytayapman sizlarga. Hamma o'yin shunaqa. Hech qaysi o'yin sen kirganingni kutib turmaydi, doim men unga mana shu summa beraman deb turib. Hamma o'yin seni oqizish uchun o'ylab topilgan narsa bu, chiqarilgan narsa. Boshidan restart shart emas edi lekin. Ichkariga kiradimi? O'sha ikkita sandiqdan bittasini ochindi. 4-chi marta sotib olishim mana ko'ryapsizlarmi? Hech narsa bilmayman. Bu yo'lga ham kirib chiqadi. Men bitta yopib ham qo'ydim. Endi kira olmaymiz dedi o'tga. Buni ham yopib qo'ydim endi. Xullas silib qo'yaman. 5 3 6 1 bo'ldi. Kuydik bence. Yo'q, restart berdi. Yo'q. Yana ozgina o'ynasak bo'ladi. 2 40. Hamma o'yin shunaqa. Xohlagan o'yinlaringga kirib kommentariyada yozinglar, mana shu o'yinda o'ynaman, shu summa bilan deb yozinglar. Men keyingi shunaqa o'ynab ko'raman, shu o'yinda o'ynab ko'raman. Agar bersa, men shu bergan summani nechidir foizini shu maslahat bergan odamga tashab beraman. Gapimga. Lekin bermaydi. Честно говоря, bermaydi. Suyuk, короче, bu ham bermaydi. Bo'ldi, 58x, короче, chiqamiz buni. Bo'ldi. Bermaydigan narsa u. Yotib o'ynasang ham bermaydi, foydasi yo'q. Hammasi shunaqa. Hamma o'yinni ko'ramiz. Hexe game. Ko'p o'ynagan. Bunda to'g'risi minimal summada olaman. Balansam o'zi tugab qoldi. Bir marta olib ko'ring. O'yinni ko'p ko'rganman. Maksimum o'zim demo shotda maksimum shot ko'rganman bu o'yinda. To'g'risi. Boshidan tushirdi bu xuyoviy spin. Ishoninglar. Hech narsa bermaydi. Ovoz bu videoda ham ovoz past bo'lishi mumkin, lekin nimada ko'taraman. Montajda ko'taraman ovoz. Bu gal o'tgan gal ko'tarmagandim. Ikkinchi kamalakda bersa, nimadir berib qolishi mumkin, lekin ne fakt bu ham. Ikkinchi kamalak tushish qiyin. Turgan joyida full liniyaga berib yubordi. Qoyil. Bitta qozonimiz bor. Qozonni yoniga x tushib bersa agar bor. Zanos. Chotki Zanos. Ja, chotki emas. Summamiz 2x qo'yildi. 600 ming. Uchinchisini bermasi kerak, lekin men 3 ta berganni kamdan kam ko'raman. Agar berib yuborsa 1000xdan o'tadi.
Beraversa 1000 ta o'tadi, bermasa shu 670 ta qoldirdi. Tak, yana bitta olamiz, mayda summada. On 8 plusda nima qilay? Turaversin ha. Turaversin. Ketdik ikkinchi spin. Yaxshi, liniya to'ldi. Bu yoq taraf. Polni emas. Polni to'lish qiyin. Qozon bormi? Yo'q. 45.000. Boyag'i suyib qo'yarsak ham bo'ladi, kerak emas. Bu yoqda tushmaydi baribir. O'tkazib yuborgan yaxshi. Nima qilaman uni kutib. Tushmaydigan narsa bunda o'tkazib ham bo'lmaydi. Kutishing kerak. Bossang ishlamaydi. Birinchi videom 1,5 soat bo'ldi. Pulni yarim qaytdi. 1,5 soat o'ynabman buni. Mana bu projektor ko'zga tushib, ko'zni yanasiga tiqib yubordi. Davayt kinolar haqida gaplashamiz ozgina. Men bitta kino ko'rdim. Koreya filmi. Koreys kino ijodkorlari tomonidan ishlab chiqilgan deydi-yu. Shu kinoni ko'rdim. Favqulodda holat degan kino. Men realni aytaman, O'zbekistondagi ancha-muncha davlat tashkilotlariga mana shu kinoni ko'rsatish kerak. Men bu kinoni ko'rdim. Qaysi tashkilotlarga? Asosan birinchi Sog'liqni saqlash vazirligi, ikkinchisi viruslar bilan ishlaydigan tashkilot, nomini to'g'ri bilmayman. Undan tashqari transport vazirligi. Undan boshqa yana bir ikkita tashkilot, ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar xodimlari shu kinoni ko'rish kerak. Iminda ko'rish kerak. Kino nima haqida? Kino qarochi bitta dalbayob bola laboratoriya virus yaratadi, o'zini uyida virus yaratadi. O'ta xavfli virus yaratadi. Uni yuqtirgan odam 1 soat, 2 soat yashab o'lib ketadigan bo'ladi. O'shani samolyotga olib chiqadi-da, uchgan samolyotning ichida tarqatib yuboradi mana shu virusni. Uchgan samolyotning ichida tarqatib yuboradi. Uchgan samolyotning ichidagi nechtadir odamning hammasiga yuqadi. Samolyotni hech bir mamlakat o'zini hududiga kiritmaydi keyin. Da, конечно, O'zbekiston bo'lganda ham kiritmasdi, to'g'ri qiladi. Sababi o'tdagi kimgadir yordam beraman deb turib, o'zingni xalqingni xavf xatarga qo'ymaysan-ku, hech kim. Kiritmaydi. Dashi o'zi Koreyani o'zi oxirida kiritishni o'ylab qoladi. Ularni kirizamizmi, kirizmaymizmi? Tasavvur qilinglar, 50 ta odam bor samolyot ichida, osmonda uchib yuribdi. Ichida kasallangan, hammasi virusga chalinganlar to'lgan. Shunda kinoda ko'rsatib bergan. Biling, qanaqa ishlash kerak, qanaqa yuguradilar, voy, vashshe zo'r. Hammaga maslahat beraman ko'rishni. Metolka san davlat tashkilotida ishlashing shart emas uni. Kinoni ko'rsang, tushunasan nima qanaqa ishlayotganini, tizimni, boshqani sal bo'lsa ham. Xullas ikkinchi ham bermadim, to'g'ri bitta ko'tarib olib ko'raman. Shunga bo'ldi. Zo'r kino. Men Telegram kanalimga ham tashlab qo'yaman shuni. Topolsam. Nimada bor? Yangi Twitterda bor. Keyin shekerni ko'rmoqchi bo'lganlar. Bu reklama emas, men endi reklama olmayman ham, hech kim menga reklama bermaydi ham. Podpischkim unaqa ko'p emas. Shekerni ko'rmoqchi bo'lganlar Uzmovida bor. Uzmovida kачество sal pastroq bo'lishi mumkin, lekin normalniy kачестводagi nimada bor. Naqada yangi Twitter. Oyiga 15.000 so'm to'laysan, ko'rsang bo'lar ekan. Men shu yerda ko'rdim. Men shu streamlarimni, videolarimni ko'rib, nima qilsanglar, ko'p narsani o'rganasizlar. Ko'p narsani aytaman. 10.000 so'mni aylantirib ko'ryaptim. Prosta tushib qolarmikan 3 ta spin tekinga. 3 ta skater, hatto 3 taligida. 50 mo'sh anondan berib yuborsa ham bo'ladi, tanga, kamalak. 50 mo'sh 3 ta skater, 3 taligida. 50 mo'sh anondan berib yuborsa ham bo'ladi, tanga, kamalak. 50 mo'sh 3 ta skater, 3 taligida. 50 mo'sh anondan berib yuborsa ham bo'ladi, tanga, kamalak.
full liniya qilib turib bitta kamalak beraversin. Lekin bermaydi. Sotib olamiz 400 ming. Bilmay qanaqa 400 ming. 500 ming. Ko'ramiz, chiqamiz mana shunday bo'ldi o'zi. Balans ham oqdi. Mana aytgan narsam tushunib olaveringlar. Faqat oqizasizlar bu o'yinlarni. Faqat oqizasan, bo'ldi. Yana o'sha gap, hozir kimdir kelib turib kommentariyada yozishi mumkin, bu o'yinlar o'zi bermaydi, sen bermaydigan o'yinda o'ynayapsan deb. Beradigan o'yin yo'q, bolalar, yo'q, beradigan o'yin yo'q. Sizlar ana 75 yilda bir marta o'shagan 1000x qaysidir o'yinda o'shab qo'yib uni aytmanglar. U men ham o'shaganman, mana shu o'yinlarda ham o'shaganman. Sizlar o'shagan 1000x, 2000x bu o'yinlarda ham o'shaganman. Beradigan o'yin xolasa bu ham beradi. Bo'lmasa umuman bermaydi. Uni hozircha bermayapti. Bitta qozon bor. Qozonning yoniga x tushaversa, x tushsa ham hech narsa o'zgarmas ekan. Nima tushadi? 2x tushadi, tushganda ham 50 qiladi. Почти pul qaytdi. Zarari bilan. Почти emas. Umuman qaytmadi desa ham bo'ladi. Hech narsa bermadi. Balans tez oqizish bo'yicha life hack bo'ldi, ha, bu o'yin. Balansini tez oqizmoqchi bo'lsang, mana shunaqa o'yinlar o'yna. Ikkinchisi ketdi. Ko'tiga tiqib yubordi balans. Aynida mana shu Hexav ham aynida. Men prosta o'rganib qolganim bunga o'sha 8000x ga o'rganib qolganman menga. O'sha 8000x qidiradi, shu o'yindan qidirasan. O'shagan o'yiningni, o'shagan provideringdan qidirasan. Короче, bu hech narsa yo'q bu spinda. Hech narsa bermaydi. 2x beradi, hozir ko'rasizlar. Yoqmayapti. Agar propustit degan knopkasi bo'lsa, bosib yuborardim hozir o'tkazishga. Bo'ldi. Shu bilan to'xtaydi. Hech narsa bergani yo'q, ko'rdingizmi? Ikkita kamalak, uchinchi kamalak tushishi adin qiyin narsa. Tushmaydi ham, uchinchi kamalak. Men ko'rmaganman tushganini. Kamdan kam. Million dona bittasi tushsa tushar. Bo'lmasa faqat shunaqa vaqtingni oladi. Uchinchisi tushdi. Ber endi shunga yarasha nimadir. Bitta qozon bor. Bu 2. Qozon yoniga x. O'ldirib yubordi ham shunga. 60 mamnunich 3. Tak, yaxshi Luzanus. Oxirida berib yubordim. Endi chiqsak bo'ladi. Ko'rdinglarmi mana? Balans yana shu kirgan vaqtimdagi kirdi. Kerak emas tekinga tushma. Tak, hozir boshqa o'yinga o'tamiz. Keyin mana shu o'yin ancha-muncha trendga chiqib oldi. Spini qimmatroq bo'lsa ham, lekin bu o'yinda bitta narsani aytaymi? Tekinga ushlash osonroq ekan. Men ko'p ushladim mana hozir. Tak. Necha pulga qo'yib aylantirib ko'rsam ekan. Допустим, 8000 ga aylantirib ko'ramiz hozir. 8000 so'mdan aylantirib ko'ramiz. Bitta bo'ri chiqaradi o'rtada. Mana bo'ri chiqsa tekinga tushgani. Uchta g'ildirak tushish kerak mana shunda, yana bitta tushib ber. Bor. Normalniy summaga 3 ta g'ildirak bor. Yomon emas. Endi agar men bu tushsa, mana tepada ko'ryapsiz, mana shu g'ishli uy tushsa, точно zanus degani. 100% zanus degani. Endi qarab turinglar. Endi o'yinda qaranglar, yutadigan summani qarab turinglar endi. Agar bersa, mana katta gapirib bormay, bu beradimi, bermaydimi, men fakt hali. İçinden 16.000 so'mdan chiqib qo'yaveradi buni. Yaxshi. Yo'q, bu Zanos. 100 talik Zanos bu. Zanos deb nimaga aytyapman? Sababi tekinga tushib berdi. Bilganda yaxshi summada aylantirgan ekan. И почти full liniya.
Hozir ko'ramiz endi. Oxirida ham beri bor, yo'q, oxirida bermadi. Ko'ramiz nima chiqadi ichidan. Faqat mini chiqmadi, iltimos. Mini kerak emas. Major chiqsang bo'ladi. 200 ming, 160 ming, 80 ming, 200 ming, 80 ming, mana nima bilmayman. Tak 200 ming, 200 ming. Eng minimal summalarni berdi. Eng minimal summalarni berdi. Nima? Mini. Faqat mini. Yomon emas, chiqsa bo'ladi. Eng glavniy nima bilasan? Depni qaytarib oldik. Точно debimiz qaytdi. 300 ming qolgancha ham aylantirib. Sababi tekinga tushishi ehtimoli sal balandroq ekan. U yana o'sha gapni aytaman bolalar, iltimos sizlardan. Menga u tekinga tushsa bo'ladigan shu o'yinda deb kirib aylantirib nima qilib yurmanglar. U hammaga ham tushadigan narsa emas u. Kerak emas, o'ynamanglar iloji bo'lsa. Yana aytaveraman shu narsalarni. Bu o'yinda yutqizib yurganlar biladi. Qanaqaligi. Bitta fakt aytaman sizlarga. Nimaga bu o'yinlar mashhur bo'lib ketadi? Sababi yutqizganlar indamaydi degan gap bor. Yutqizganlar gapirmaydi. O'sha narsa. Yo'q, endi mana tekinga tushmas kerak. Yo'q, nimadir tushdi. Ili ham arzondan tushadi, ili qimmatdan tushib beradi. Ha, yo'q, liniya o'xshab berdi bu yerda. 92 ming. Mana shu bo'ri chiqsa nimadir berar ekanda, qaroch. Men skater berardi deb o'ylaganim. Skater xo'p bermadi endi. Tushadimi bitta? No, boya tushganda ko'p bermadi, unaqa zo'r nima bergani yo'q, to'g'risini aytaman. Uning ichidan nerealniy summalar chiqish kerak edi. Ana kirpichni uyda ichida. U faqat 200 ming shunaqa berib qo'ydi. Ha bo'ldi, qaroch. Hozir eng arzon narxiga tushiraman deb bitta sotib olaman. Eng arzonida. Sababi yutgandan keyin beradimi, bermaydimi bilmayman, 3 tarik. Kirpichni 3 tushsa, yo'q, o'tib ketdi. Bu umuman kerak narsa emas. Megabank. Ama kattasi tushsa, pulimizni qaytarsa ham katta gap, lekin o'rtaga tushib berdi. Endi u somonli uydan keyin mana yog'och uyga o'tadi. Sip qora qiling. Vaqt o'tkazmang. Video cho'zilib ketmasin. O'tgangadan rosa 1,5 soatlik video bo'lgan o'zi. Ko'pchilik ko'rmaydi. Bu bermadi, hech narsa yo'q bu o'yinda. Hech narsa bilan umuman arzimagan summalar chiqadi. Tamam, tekinga tushib berdi. Aytdim-ku, bo'ldi, chiqamiz bu o'yindan. Oladiganimiz olding, nima qilamiz bu yerda o'tirib yana. Qancha ushlagan ekan. 2 marta o'ynaganman, ikkalasi ham normal summa ushlaganman bunda. O'ynasammi, keyin 50 krupniroq summada buni ham ozgina aylantirib ko'ramiz deb 10 ming so'mni. Endi shoting mayda bo'lsa, anoday shoting balansing past bo'lsa, shunaqa mayda summada aylantirasan ko'p. Tamam, men bu yutuqlarga reaksiya bildirmayotganimga bo'lmaydi. Reaksiya men boshqalarga o'sha vau reaksiya bildira olmayman. Unaqa reaksiya bildirishim uchun men shunaqa summa yutishim kerak. Kamida 2000x ushlasam men unaqa reaksiya bildiraman. O'rganib ketganda, ko'z ham o'rganib ketgan, miya ham o'rganib ketgan. 1000x ushlasa ham oddiy holdek bo'lib qolgan. Bu narsa tekinga tushmadi. Bitta olaman, to'g'risi ko'p olmayman. Hop, bitta ko'tarib olsam, yo'q, bitta qarochi pastga minimal summada olamiz, bitta keyin 2 marta ko'tarib olamiz, 4 talik. Bunda o'z mancha 4 tushsa kerak. Ha, 4 degan.
Bomba nima portlamaydi? Yomon emas 42. Summalar mayda bo'lsa ham yana bunga o'chiradi. Bu yoq 49 ga chiqdi. 50. Mayda summa bilan krupni X ushlash kerakdi. Bitta mana shu nimani ushlab olsak. Maksimum ushlab olsak. 70. Ammo o'xshaydi. Pulni o'zini qaytardi. Agar bu yoqda zanos bormasa. Yo'q, zanos qilmadi. Pulni o'zi qaytdi. Mayda summani endi yana 10 mingga qo'yamiz. 3 ta skater ushlashga harakat qilib ko'ramiz. O'sha tak 20 ga qo'ying, 200 ming rasxod qiling. 2x ikkita skater. X yana. Lekin to'g'risini aytaman, bitta narsa gapirib, video qilib turib o'ynab o'tirsang, xayoling po-любому video bilan nimada bo'lar ekan. Tushda nimamdir o'chib qolmadimi meni degan maqsadda shunga qarab o'tirasan ekan faqat. Shunaqa. Bitta olamiz, короче. 400 mingga olaylik. Bermasa chiqib ketaveramiz, kerak emas. Shu sabab bergan bu o'yin. 2-3 marta qarang. 2 marta patriot bergan. Uchinchisini ham 100x qo'yib tashladi. Endi qo'y oqisi kerak emas. 5 dan boshladi-yu. Ko'raylik, nimadir berar balkim. 12 ishlamadi. Svet bananzaga o'xshab ketadi, просто x bu yoqda, mana bu yoq tarafga qo'shiladi. Buni ko'paytirib, bu yoqda keyingi x ga tayyorlanib turaveradi. Svet bananzadan yaxshiroq oluvchi. Mana o'ylashim bo'yicha. Mana bu 10 ko'payib ketaveradi. Svet bananzada unaqa emas. Bergan x ni ushlasanda bu 100 ga ham chiqib ketadi. Baytlar. Yo'q, ketdi bu. Bombalar yo'q, bomba tushmadi. Короче bo'ldi, oqdim. Boshqaga chiqamiz, bo'lmaydi, bermaydi. Bir minut shunda boshqa o'yinga o'tib oling. Fruit Party o'ynab ko'ramiz. Bunda oldingi o'shaganlarimizni bitta ko'raylikchi. 144 USN, ну bu ham berish. Ne fakt. Sразу aniq qilamiz. Tak 480 mingdan boshlayveramiz sразу. Aylantirib o'tiraman sizdan. Sразу. O'sha gap. Sariq negativlarini o'yna. Hop, sertsi o'shaverdi. Birinchi videoda, bundan oldingi videoda ko'targan temam bor edi bilsanglar. Anaqa. Har xil botlar chiqib ketdi. Slot nima, games o'yinlarini oldindan aytib beradi. Shunaqa deb turib. O'sha gapni aytganimdan keyin hech kimga bitta bola yozdi. Shu mavzuda men ham tushganman. Men даже sotib olganman men. Shu narsa 3 ta sariq negativi.
Men ham shunaqa bot sotib olganman, короче, ishonib turib kimgadir. Lekin ko'p minusga tiqib yubordi. Даже u nima qilgan ekan? Birinchi bot sotib olgan, qanchada $50 dedi sotib olgan. Games'dan shu botga kirib, ana o'ynagan, oqqandan keyin o'sha odamga aytgan, boting ishlamadi. Shunaqa desa, u mashinani ham qaranglar endi. U aytgan, sizga boshqa bot berib yuboribmiz adashib, arzon bot ketib qolibdi, hozir bizga qimmatroq bot chiqdi. Mana shuni olsangiz aniq o'xshaydi deb turib, qanaqa videolar tashlab ishontirganda, u botni $200 ga sotgan. U bola ham unga ishonib $200 ga olib, depozit qilib $500 yana oqqan. Keyin yana yozgan unga. Ey dalbayo'q, bu boting ham seni bermayapti, ishlamadi bu narsa. Shunaqa. Hozir sistemada normal summa berdi. Hozir sistemada shunaqa ошибка bo'lib turibdi. Keyinroq o'ynab ko'rishingizni maslahat beramiz. U degan, короче, bo'ldi, tugagan. Shunaqa prikol. Sizlarga aytsam, ishonmanglar. Yo'q, unaqa bot, oldindan aytib beradigan bot. Bitta narsani o'ylaylar-da, bu narsani oldindan mendan oldingilar ham ko'p aytgan, yana aytadi. Unaqa boti bor odam nima qiladi uni senga berib? Chestno, menda bo'lganda hech kimga bermasdim. O'zimga har kun norma qilib olardim deb botni 1 soat ishlatib turib, soqqani bosib yuraverardim. Lekin hech kimga bermasdim. Shunaqasida bor deb aytdilar, eshitdi desam, shani yebdi deb aytardim, короче. 480 ming, ikkinchisi, birinchisi berdi. Ikkinchisi endi bilmadim, ko'ramiz. Shundan chiqib boshqa o'yinga kirib ko'ramiz. Bu ham berib yuborsa agar yaxshi. Endi anov 3 ta skater bilan qilib berdi. Yo'q, berdi menimcha bu o'yinni. Pashti pulni o'zi qaytdi. $300 ming qaytdi. Bu yoqda yana bitta 300 ming berib yuborsa, yomon bo'lmas. Menimcha balans ham unaqa mayda balans emas. Ancha buncha odamni bir oylik kreditini yopib qo'yadigan balans. Mana shu X bermabdi. Klublarga ham X bermadi. Boshqasiga ham, tak, bitta ham X yo'q. Oxirgi spin. Ular chiqamiz bu o'yindan ham, bo'ldi, endi bermaydi. Ozgina pragmatik o'ynaylik, keyin anonga o'tamiz. Hexaga o'tamiz. Или BG Gaming ham qaysidirga o'tamiz. Tak, 10 ming so'm qo'yamiz-da. Ozgina aylantiramiz. Tekinga o'xshashga harakat qilamiz. Billat sersa 100 ming sirasi joyida berib yubordi. Mana masalan o'sha narsa. Zeus o'ynaymiz, to'g'rimi? Zeussiz Zimnisini o'ynaymiz, boshqani o'ynaymiz. Bu Zeus bundan keyin saray royasi degan bor. Hammasi bir narsa uni. U almashtirib uni o'ynagan, buni o'ynagan bilan farqi yo'q. Bular hammasi faqat senga ko'rinib turgan front-endi boshqacha. Front-end nima? Front-end mana shu bizga ko'rib turgan oyna front-end deyiladi. Buni orqasidagi seni pulingni hisoblab chiqarib beradigan nimalari backend deydi. U algoritmlar backend hisoblanadi. Hammasi bitta backendga ulanadi-da, sizlarga tipa 100 ta o'yin chiqarib qo'ygandek nima qilib qo'yadi, ko'rsatib qo'yadi. Shunga 400 mingdan ko'ramiz, 320 ming ekan. 320 mingdan ko'ramiz. Xullas, shunaqa gaplar. Yaqinda Jahongir Otajonovning konserti. Ko'ramiz, bilet qolgan bo'lsa tushish niyat bor. Sababi bitta gap aytaymi sizlarga. O'g'il bola bo'lib bitta gap aytaman. Shu kungacha bir marta ham hech kimning konsertiga tushmaganman. Umuman. Tushib turish kerak edi, конечно, lekin men tushmaganman. Mesela qiziqmaganman-da, qiziqishim bo'lmagan u. O'zi yoshligimda bolalarni Tohir Sodiqov eshitib yurgan paytlari men Modern Talking eshitardim. Anta necha 6x. Bitta yulduzga o'xshamadi. Oy momomiz o'xshamadi keyin 2x.
Tak. O'tib ko'ramiz. Nasib qilsa zanus bo'lar. Bo'lmasa chiqamizda Hexil Game'ga kiramiz. Hexil Game bir bersa yaxshi beradi, lekin flashkim oqizib yuborish shansi ko'proq unda. Короче, BG Game'ga kiraman. BG Game yaxshi provider. Ikki ko'zim kamerada o'chib qolmasin deb turib, o'tgan videoda o'chib qolgan. Xullas bermadim buni. Tak. Bitta ko'tarib olib ko'ramiz. 400 mingga. Tanishlar 8 ming. 400 mingga. Yo bo'lmasam 3 aksiya aylantirib ko'raman. 1 million qo'yguncha ham bermasa. Stream bo'yicha hozircha auditoriya kichkina juda. Stream qilib, ko'p pul tarqatib, konkurs qilishim uchun auditoriya kerak. Valloh shuning uchun sizlardan iltimos, ko'rayotganlar bo'lsa, like bosib, podishka qilib tashab qo'ysanglar, do'stlaringiz birga ko'tarilamiz. Bundan tushgan pullarni shu kanal rivojiga tiqaveraman, aylantirib kanalni rivojiga tiqaman. Kanalni rivojlantirishim kerak. Birdan va foydani oldim deb turib eshitganman, shu bookmakerlar pul tashab beradi, u pulni yeb oladi-da, demoda aylantirib o'tiradigan deb eshitganman ko'pchilikdan. Lekin menda unaqa bo'lmaydi. Men aytdim, oldingi o'yinda aytdim. Demoda o'ynasam, demoda o'ynayapman deb aytaman. Demoda o'ynayapman. Sababi demoda ham ko'radigan odam topiladi. Demoda qachon o'ynayman? Demoda men shu yangi chiqsa, o'yinlar chiqsa, men o'ynaydigan providerlarda o'yinlar chiqsa qanaqadir, men shularni o'ynab ko'raman. Demo shot bilan. Sababi yangi o'yinga real shot bilan kirish xato narsa. Oldin o'rganib chiqish kerak bunaqa. Beradimi, bermaydimi? Hozir yana bir marta dagon qilib turib olamiz buni. Chota berish xafa bu o'yinda. Bitta dagon qilamiz 480 ming. Pullarni get. Boshidan 4x. Bu normal degan narsa. Yo'qdan yaxshi-da. Ketin ular bersa endi shunga yaxshi. 6x. 6x 12 ta spin qo'yapti bizada. Yana 3x'imiz bor. Oymom o'xshash kerak. Yaxshi. Yurakchi. Yo'q, yurak o'xshamadi. Pulni yarmi desa ham bo'ladi. Hali 10 ta spin bor. 10 ta spin Zanosga olib chiqib ketsa zo'r bo'lardi. 2 ta yurak tushib ber. Tushmadi. Bitta narsa meni o'zimga ham rosa qiziqdi. Maksin ushaganda qanaqa baqirib olar ekanman. Ushamaganman desa bo'ladi. 8300x ushaganimda baqirmaganman lekin. Oddiy narsada bo'lgan. Lekin bunaqa baqirib olmadim. Da xursand bo'lganman, dopamin normalniy bo'lgan. Ko'tarilgan joyda. Agar maksin ushasam bilmadim. Baqirib orsam kerak. Sababi bu summaga hozir necha pul? 4800 so'mmi? Maksimum 48 million bo'ladi, adashmasam. Agar 10.000x bo'lsa. Xullas aldadi bu spina. Hech narsa bermadi. Hech narsa emas, pulni o'zini qaytarib, pul 100 ming so'm zarar bilan qaytardi. Bo'pti, chiqamiz. Yo'q bunda. Mochimon ko'ramiz. 10 ming so'mdan ozgina aylantirib ko'ramiz. 3 ta skater tushib qolishiga umid qilgan holda, lekin dingoy tushmaydi.
Unchani to'lib tushaverganlar. Mochimo anime stilda ishlangan, anime. Короче. Ammo animega o'xshaydi. Tipa yoshlar qiziqadigan narsa qilib qo'ygan 480 ming. Yo to'xtang, sirasi 480 ming deb tashlayman, 320 ming qo'yib. Biz balansini qilib ketamiz. Bor, birinchi liniya bor. Yomon emas. Bu nimani sagrashni boshqacha variant. Bir xil narsa ikkalasi. Faqat grafika boshqacha. Bunaqa o'yinlarda 3 ta skater bilan zanos olasam bo'ldi. Agar 3 ta skater tushmadimi, full liniya tushish kerak. 2 ta skater. Full liniya tushsa zanos bo'ladi. Lekin X yo joyga tushyapti full liniyadan. Hali X endi 2 ta X endi yig'di. Yo'q 4 ta spinda agar full liniya bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman. Muzika, grafikalarga yomon e'tibor berib qo'yadi. Mana shu pragmatik bor. O'ynaydigan BG Gaming bor. Shuning uchun ular o'ynaydigan nimasi ko'p, odami ko'p. Hech narsa bermadi. Hech narsa. Necha foiz qaytardi? Короче, nechidir foizni qaytardi. Shunaqa algoritm ishladi. Yana bir marta olamiz, mana shu o'zgartirmasdan olaman endi. 1 million so'm shot bilan kirdim pragmatikka. 1 million so'm shot bilan chiqib ketaman. Mana boya Hexel Game'da o'ynab o'tirganda ko'pchilik aytishi mumkin edi. Hexel Game'da o'yinlar o'zi bermaydi. Mana pragmatik ham qoyillar totgani yo'q. Hammasi shunaqa bo'ladi. Tamam, hammasi san chiqib turib Bellatraga kirasan. Bellatra вообще 99.9% kazinoning foydasiga ishlaydigan provider. O'chirib qo'yadi. Bitta skater tushib ber. Tushmaydi. Yana ikkita skater. Короче, oqizdi bu ham. Yomon qiyin mana shu o'yinlarda zani tushish. Sababi 3 ta skater kerak. Bergan summani qaranglar. Men sotib olib turgan summadan foizi bilan hisoblaganda ham yana shu bir xil summa. Bir xil algoritmga tushgan o'yin. Bir xil algoritm. Endi algoritmdan chiqish uchun nimani o'zgartirib ko'ramiz. Pul ham oxiri qoldi o'sha. Bersa bermas qolgan pul bilan bongoda aylantirib yo'qqa chiqarib yuboramiz hozir. Короче, bu ham bo'ldi. Yo'q. Yoqmaydi. O'tkazib yuboraman mana shu asabimga tegadi. Boshida 2 ta, 5 ta spin qoldi orqada nima yo'qda turdi. Yo'q oldi naqd basharang. Sizga sani o'yin bo'lgan musor bilan. Isqirt. Tamam, sani yaratgan pragmatik o'zlar o'ynab ko'rsin shuni. Oldin o'tirib nima beryapti, nima qilyapti, boshqa ko'rsinlar, o'ynab. Poxxo'y bilan pulni bossa bo'ldi ular. Soqqani olish kerak bo'ldi. Algoritm boshqasi qo'yib qo'ygan joy bor ular. Sen o'sha miyangda yana nimaga asoslanganda bu narsa. Bermadi-yu, hozir men bundan keyin hozirgisi bermadimi, keyingida to'shni beradi degan narsa bilan o'ynaydi ko'pchilik. Mana lekin xuy beradi. Dalboyob biladi, o'yin bo'lgan sani basharangga ski musori. Shuncha pul tashab chiqib ketishi ham yoqmaydi-da odamga. Liniyada beraveradi. Chort bilan isqirt. Bo'lay to'xta dalboyob. Liniyada beraveradi. 10x. Endi 10x dan keyin olasan. Короче, to'xtatamiz mana shu bo'ldi. Bermaydigan narsa u bermaydi. Oxirgi 6400 mi bo'ldi. Balans oxiri. 3 ta spin.
bermasi kerak. U bongiga o'tib aylantiramanmi, so'ngiga o'tib aylantiramanmi? Foydasi yo'q narsani. Hatto pulni qaytarmaydi. Hatto pul qaytish kerak-ku. Sabab sen keyin yana o'ynashing uchun shu o'yinda. Lekin aytdim-ku, bularga po'xi yo'q qo'ygan. Sen pulingni oladi, sen kelasanmi, kelmaysanmi qaytib bu o'yinga sikib qo'ygan joyi bor. Qo'pol qilib aytganda-da, uni siski dalbayop bilan. Pragmatikingga siski seni dalbayoplari biladi. Musur kontoni mana shu ham isqirtlar. Sabab uju bularda klient ko'payib ketganda, sen kirmasang boshqasi kirishi 100% aniq narsa u. Ko'rinib turgan narsa. Shuning uchun bu liniyani polni unga qo'yib qo'ygan. 99% kazinoni o'ziga algoritm tuzib qo'ygan. Bo'ldi mana. Chort bilan musor seni isqirt. A pashon naxi talbayop. Sharang isqirt. Yo'q, shunaqa ham bo'ladimi deyim, biladi. Bunaqa isqirt bo'lish uchun qanaqa bo'lish kerak bilmayman. Yo'q, biladi. Oldin hatya bir normalniy bir Zanos olib chiqib ketgan bo'lsa ham mayli, deb Zanos olmaganman ham deb bu profilimda man. Zanosim ham yo'q umuman. Xullas, bola tugatamiz. Rahmat hammaga. O'yin ko'p bo'ldi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Pragmatikka iloji bo'lsa o'ynamanglar. Yaxshi emas bu pragmatik, eng musor provider. Sababi hozir aytganim, baza ko'p, klient ko'p. Xohlasang shu deydi. 1% beraman. Xohlasang uni ham ber. Mana hozir oldingi o'yinda ko'rdinglar o'zi. Necha pul berdi? 1%ni bermadi. 1%ni. O'ynagan summani 1%ni bermadi. Xohlasang shu deydi. Bo'lmasa yo'q deydi. Bo'pti, xullas charchamanglar, tugatamiz. Rahmat hammaga.